Bu biznesda eng muhimi bu sizni qaroringiz. Chunki qaroringiz bo'lmasa, bu degani sizda maqsad bo'lmaydi, bu degani sizda harakat bo'lmaydi, bu degani sizda reja bo'lmaydi. Shuning uchun eng muhimi hayotda insonni oldinga qarab qadam qo'yishi. Oldinga qarab qadam qo'yish uchun esa bizga mana shu bizni uxlatmayotgan orzularimiz bo'ladi, maqsadlarimiz bo'ladi, azizlar. Shuning uchun bugun biz hammamiz mana shu loyihada ekanmiz, Veda platformasida. Bu oddiy insonlar uchun ham imkoniyat, chet elga chiqishga, sayohatlar qilishga, yaxshi daromadlar topishga. Nimani evaziga? Shunchaki o'zingizni sog'ligingizni tiklab va boshqa insonlarga mana shu sog'lik haqida, moliyaviy erkinlik haqida shuni gapirishingiz kerak bo'ladi, ya'ni tavsiya. Hozirgi kunda tarmoqli marketing bu butun dunyo bozorlarida eng aktual biznes bo'lyapti, ya'ni kam pul bilan siz katta daromadga chiqasiz. Menga yoqadigani mana shu oddiy xalq bilan, oddiy ayollar bilan ishlash yoqadi. Ular yoshlari katta bo'lsa-da, ularning qalbi yosh. Ular bolalardek orzular qiladi. Hali hanuz orzulari osmon. Shuning uchun shu biznesni men yaxshi ko'raman.